Qaroringni qilib bo'psan, ijrosiga shoshmagin, ozgina o'ylagin. Sanchi, meni oilaviy ishlarimga aralashurmagin. Shoshqaloqlik qilyapsan, ey. Men zagsga yetib keldim. Ariza topshiramiz. Yo'q, boshqa ilojisi yo'q. Shu yoqqa yetib kel. Kimdir bormi ichkarida? Ha, kompyutermi narsasi buzilib qolibdi. Men ham kutib o'tiribman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, bolam. Asabiylashayapsan. Asabiylashmay bo'larkanmi? Odam ajrashayotganda. Umuman ilojisi bo'lmadimi? Yo'q. Bunaqa yashab bo'lmaydi. Charchadim. Shu ham hayotmi? Odam bir-birini baxtsiz qilib yashagandan ko'ra, menimcha tinchgina ajrashgan yaxshi. Ey, Nimasi kulguli? hayot qiziqdi. Sen ayoling bilan ajrashaman deb kelibsan. Men bo'lsam ayolimdan ajrab qo'yganim uchun kelganman. Hozir hujjatini kutib o'tiribman. Uzr. 45 yil birga yashadim. Qani endi hozir yana imkon bo'lsa-yu, u bilan yana shuncha yashagan bo'lardim. Bir paytlar men ham xuddi sendagi holatda bo'lganman. Sal qolgan ajrashib ketishimizga. Nima to'xtatgan? 3 ta savol. Qanaqa? U sha'nini, nomusini saqlay olmadimi? Yo'q. Mendan so'ramasdan uyga begona erkak kirg'izdimi? Yo'q. Yoki so'ramasdan molimi behuda narsalarga sarfladimi? Yo'q. Jahlim chiqqanda har safar shu savolni o'zimga berib, yo'q javobini olardim. Tushundimki, ajrashish bu yechim emas ekan. Bu erkak kishi men hal qila olmadim degani ekan. Odam baxtli bo'lib yashash kerak emasmi hayotda? To'g'ri. Lekin odam kimnidir baxtli qilsagina, o'shanda baxtli yashaydi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari qonuniy nikohlarni qatnashish marosimini tantanali ravishda ochiq Men seni baxtli qilaman. Halollikka qabul qildingizmi? Qabul qildim. Ajrim bo'yicha sizmidingiz? Ha? Keling. Ha, oka. Fikringizni o'zgartirmadingizmi hali ham? Ha? Kompyuter ishladimi? Ishladimi? Kompyuter ishlayotgandi o'zi. Doda yetdilar-yu, kompyuteri buzilib qoldi deb. Qanaqa doda? Ha, anta o'tirgan doda. Kompyuter ishlamayapti deb aytdilar-yu. U yerda sizdan boshqa hech kim yo'q edi. O'yingiz o'tiruvdingiz. Hazillashyapsizmi? Qanaqasiga anta dod Kompyutermi narsasi buzilib qolibdi. U yerda sizdan boshqa hech kim yo'q edi. Hayot qiziqdi. nima to'xtatgan? 3 ta savol. Tushundimki, ajrashish bu yechim emas ekan. Odam baxtli bo'lib yashash Kimnidir baxtli qilsagina, o'shanda baxtli yashaydi. Oka, nima bo'ldi? Ariza yozasizmi? Yo'q. Fikrimdan qaytdim. Juda yaxshi qaror. Lekin qoyillatdinglar. Ozgina qoldi ishonishimga. Nima derdi? Prank dermidi? Bilaman, buni hammasini Oybek do'stim uyushtirgan. Oybek, qayerdadir bekinib, eshitib turibsan. Bilaman.
Qoplading, gap yo'q. O'rtog'im oilasi buzilib ketyapti. Yoninglarga ajrim bo'yicha kelish kerak. Shunga bitta yordam qilib yubormasanglar bo'lmaydi. Nima qilamiz doda? Yordam qilamizmi? Albatta. Bizni vazifamiz-ku. Ishonadi deb o'ylading-da, a? Baraka top. Shu gaplarni eshitishim kerak edi. Ko'zim ochildi. Sizga ham rahmat. O'rtoq! Alish, to'xta! Agar tanlaganing jonim men bo'lsam, uzaton qo'ling menga, sevgim timson Rahmat do'stim. taqayunga, bir umrga. Kel yashaylik biz birga, bizning Do'stim, bilaman, ba'zida hayot qiyin kechadi. Tushunmovchiliklar bo'ladi. Lekin har muammo ketish uchun sabab bo'lmaydi. Ayrim narsalar sabr bilan, vaqt bilan o'tiladi. Agar biz seni majburiyatlaring deb emas, meni vazifalarim deyishga o'rgansak, balki o'shanda ko'p narsa o'z-o'zidan yechimini topadi. Kel yashaylik biz birga, bizning ertagimizda, do'stu dushman ichida, ikkimiz oxirgacha, eng so'nggi nafasgacha.